Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinki Halibide Tarihi namlı kitabıda biz Abbasilarniki Mısır'daki haliflerden Ahmed ibn Mustakfin'iki devri bilen ve hayatı bilen tanışıp atkan bugünkü ders yani şu kişiniki devre alakadar buludu. Yani bu adamdaki zamanında yüz bergen en mühim hadislerden Sultan Mansur'ni sultanlıktan ilip taşıp etti. Sultan Mansur şu devirdeki hem de Memlük yılanıkidir sultanı. Çünkü bu naitlilik naşayan buzuk işlerini yıkıldıgan ve harak kışıdıgan boğaz. Hatta mişmiş değil işte şu vaxtıda. Dadısınki ayarları ile mi bir yerde boğan değildi. Şuna olan bu Kus degen orunga bağlandı da şu yerde öldürüldü. Mana bu dadısı burun halifeye kıygan jazaga nispeten Allah Taala'nınki bunun bergen cezası deydi Celaleddin Suyuti. Çünkü Ahmed ibn Mustakfin'in dadısı Mustakfi Kusta şu yerde ölüp ketken, şu yerde bağlangan aynı vaxtıda. Mana bu davamlıq Abbasiler ailesiga zulüm kıygan, bularni xorlagan kişilerge nispeten, bular azap bergen kişilerge nispeten Allah'ın cezalaydigan adettir deb bunu ilahi kudret bilen tasvirlagan Celaleddin Suyuti. Sultan Mansur öldürülgenden keyin buniki inisi Melikul Eşref küçük bu sultan oldu. Şu yılı bu mu g'ulab düştü. Bunun yeni bir inisi Ahmet sultan bo'lgan bo'lib, o'zi Nasir deb ataldı. Şuna olan halif bilen bunun arasını yanıdan yani bir beyat ne yanılap Şeyh Taqiyuddin Subki rahmetullahi aleyh Şam'ın şu vaxtdaki danlık qazisi. Bu adam bu beyat murasimini orunlaştırıp bu işkeylerdeki arasını yaxşıladı dedi. Şu vaxtda Şam'da Mısır'a kelgan. Bu Taqiyuddin Subki degan Tabaqat Şafi'iyye namlı bir kitap var. Şu kitabını yazgan Şafii mezhebindeki en büyük kat ulemalardan sanıldı. Bu Subki ailesine ait meşhur aile Şam'da aynı vaxtıda. Hicriye 743 yıl boğan vaxtıda bu Nasir Ahmet yana g'ulab düşüp onun yeni bir inisi İsmail sultan oldu. Bunu Salih deb atashdi xalq. 746 yılı boğan vaxtıda Salih mi ölüp ketip xalife bunun yeni bir inisi Şabanni sultan kıldı. Bunu Kamil deb atashdi. Demek bu yerda hazır biz 6-7 sultanninki g'ulab tushganligi, o'lganligiga biz şahit bo'layapmiz. Undaqda Memlükülarning saltanati titirdi degan gap. 747 yıl boğan vaqtda Kamil mi öldürülüp bunun yeni bir inisi Emir Hac sultan oldu. Bunu Muzaffer deb atashdi. 748 yıl boğan vaqtida Muzaffer g'ulab tushib bunun yeni bir inisi Hasanni sultan qilishdi. Bunu yana Nasir deb atashdi. 749 yıl boğan vaqtida tarixda anglab bakmagan umumyüzlük bir vaba kesel taqaldı Mısır'da. 700 belki bu Şam ve Mısır'da umum ağam oluşu mümkün. 752 yıl boğan vaqtida Nasir Hasan bu mu mesela g'ulab düşüp bunun yeni bir inisi Salih ne sultan qilishdi. Bunu Melikus Salih deyishdi. Mana demek Muhammed ibn Qalavun Nasir Muhammed ibn Qalavun'un ballarından sultan boğan 8. sultan idi deydi o Melikus Salih. Zeylul Mesalik namlı kitapta şundaq deyilgen. Mana bu Mısır'da tuncu bo'lab Emir Kibir deb atalgan adam şu idi deydi. Yani Muhammed ibn Qalavun acayip devir sürgen bir sultan. Mısır halkı, Şam halkı buruna yaxşı görgen. Lekin bu ballarına devri kelgan vaqtida Memlükülarniki taxtına iğir derecede zəlbi uçuravatıdı. Yani qulada hukuk yok. Bunu devletin en aciz aşkan vakti deyişki buludu. Çünkü
uzak o'tmaylar hozir 760ga bormay, ya'ni 5-10 yildan keyin bu Mamlukiylarning bu davlatni Mamlukiylarning yana bir tarmoqqa tortib oladi mesela. Şunlaşkan 8 sultan olmuştu da birdemde. Hem demek bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan tövende El-Hafiz Ebu'l-Haccac el-Mizzi. Hafiz Ebu'l-Haccac el-Mizzi, bu asli ismi bu adamdaki Cemaluddin Ebu'l-Haccac, yani El-Kamil Yusuf ibn Zeki, Abdurrahman ibn Yusuf degan bo'ladi. Bu adam Şam diyarınınki, Halep'ninki en katta büyük ulemalardan. Meşhur kitaplardan mesela Tehzibul Kemal fi Esma'ir Rical namlı kitap. Buna da şu bütün İslam ulemalarının, muhaddislerinin, ravilarının tercümalı bayan kılınan. Nayet zor hacimli kitap bu. Bu adamın demiş ki Mezzi deymezsek, Mezzi deyip hem Şam'dan bir kişilik bir yazıkışlıkı var. Şu yerde gelişip makallaşıp yaşağa bu adamın şu an Mezzi deyimiz. Esli bu adamınki ciddi Halep'tin, Şam'dan Halep'tin. Ama Mezzi olsa Demişk'e yakın alır, Demişk vilayetiga, şehirge kirip ketken bir cay var. Küçük vaktidan şu hadis ilmi bilen, Kur'an, fıkıh ilmileri bilen meşgul bolgan. Demek bu dini bilim de aynı vaktlarda nayet gözü görüngen. Bu Tehzibul Kemal degan kitap aynı vaxtida öz yazgan vaxtida bu 250 page kitap bu asli. Aynı vaxtida yazgan vaxtida. Bundan başka mesela El-Etrab namlı bir kitabı var. Bu mu şu hadis ilmi münasebetli kitaplar. Demek İslam dünyasına ait zor töhfelerini koşkan büyük ellame deyişki bulunuyor. Özüne ait işencilik, hüccet karakterlik, ahlak güzel. Nayet cimgor, nayet temkin, az gep kıldıgan. Gep kılgan vaxtı gepi dili bilen dili nayet birbirine okşaş kıldıgan büyük ulemalıdır. Bu adamlar hem de aynı vaxtıdamış İbn Teymiye, İbn Kayyim Cevzi Katarlık ulemalar bilen tanıtoş, yani bir meslektaş ulemalar aynı vaxtıda. Hatta İmam-ı Zahabi rahmetullahi aleyhi bu adamdaki şagird buludu. Hatta İbn Kesir rahmetullahi aleyhi bu adamdaki şagird buludu. Hicriye 742 yılı ölüp ketken. Bu adamdaki namazlı caminin Umevi'de düşürülgen. Hatta yani bir nokta bu adamın doğruluk. Bizimki meşhur ustazlarımızdan mesela ulemalarımızdan İbn Kesir rahmetullahi aleyhi bu adamın küyoğlu buldu. Ondan başka bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan Tacuddin Abdülbaki el-Yemeni degan kişi. Hicriye 680 yıl doğulup Hicriye 743 yıl ölüp ketken. Bu mu Yemen'in öz devirdeki büyük ellamisi, tarihçi, edip adam. Hicriye 8. asırdaki büyük ulema. Özü Mekke tuğulgan, lekin keyin Yemen'e kirip, keyingi mezgillerde Mısır, Şam, şu diyarlarda yaşap, ahir Kahire'de ölüp ketken. Bu adamdaki Behcetüz Zaman fi Tarihil Yemen namlı kitabı var. El-Mukaddimetü Sa'diye fi Zevabetil Arabiye. Bu kitabın meşhur. Onun üstüge Tabakatun Nuhat Katarlık kitaplarım var. Hatta İbn Hallikan'ın Vefiyatul A'yan'a bu adam keyingi mezgilde ahirini davamlaştırıp bu tarih kitabını yazgan. Demek bu Yemen'deki şu öz devirdeki büyük Allah'ım salihlerden. Ondan başka bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan Şemsuddin İbn Abdülhadi degan kişi. Şemsuddin Ebu Abdullah Muhammed ibn Ahmed ibn Abdülhadi el-Maktesi el-Hembeli deyimiz. 704 yıl doğulgan, 744 yıl ölüp ketken Hicriyaniki. Demek bu adam 40 yıl ömrü görgen deyimiz de. Bu öz devirdeki nehvişunas, hem fakih, hem İslam tarihideki dağınık şu öz devirdeki katta muhaddislerden deyişki buludu. Bu adam Demişk'te doğulgan İbn Teymiye'nin büyük şagirdleridir. Şonaşka hadis ilmida, senet ilmida, Arap til şunaslık cihette alaydı gözü görüngen. Medresetü Sedriye deyimiz, Ziyaiye deyimiz, Ömeriye deyimiz. Bu Şam diyarındaki dağınık aynı vaxtdaki dağınık medreseler.
mush madrasalarda bu odam ders o'rgatgan. Bu odamniki ulamo ustozlar nihoyat ko'p. Masalan biz bayatdan gapni qilgan ibn Taymiya rahmatullohi alayh, Jamoliddin al-Mizzi, Taqiyuddin Sulaymon, Imom Zahabiy, masalan Ibn Qayyim Javzi, Zeynep bintul Kamal bir ayol ustozim bor ekan. Aniq ulamolar mush odamniki ustozi bo'ladi. Bu odamning xilma-xil pallarda yozgan kitoblari bor. 70 dan ortiq kitob yozgan debdi. 40 yoshda o'lib ketgan bo'lsa-mu, hatto 40 ga kirmaganligi zikr qilingan. Milodiy yil soni bo'yicha o'lib ketgan vaqtida 37-38 yoshda o'lib ketgan. Bu odamniki Al-Uqudud Dariyya min manaqib Shayxul Islam Ibn Taymiya bir kitobi bor. As-Sarimul Manki, Al-Muharrar fil Ahkam qatorliq faqat hozir 11 parcha kitob zikr qilingan. Bugungi kunda shu islomiy maktablarda, universitetlarda falan ulamoniki fiqhiy ko'z qarashi yoki mazhab o'ziniki tanlashi yoki moyilligi degandek temalarda magistrlik, doktorlik dissertatsiya yozilyotdi masalan. Bu odam shu o'z davrida buni yozib bo'lgan. Masalan, Shayxul Islam Ibn Taymiyaniki fiqhiy ko'z qarashi nomli bir kitobni yozgan. Hatto Ibn Kesir rahmatullohi alayh bu odam to'g'ri gap qilib, o'zi cho'ng katta shayxlar yetmagan ilm pallasiga yetgan. Hadis ilmi, fiqh, tafsir, tarix, qiroat ilmlarida ajoyib zo'r natijalarni yaratgan. O'zi sanad ravilarning ismlarini nihoyat yaxshi biladigan, hadis ilmini bilan biladigan odam edi deydi. Hadisni nihoyat yaxshi tushunadigan, zehni o'tkir, nihoyat salaf solih yo'lda mangan buyuklarimizdan edi deb ta'riflagan. Hatto Ibn Hajar rahmatullohi alayhi hadis ilmida, usul fiqh, arab til ilmida va undan boshqa diniy fanlarda ajoyib mahorat egasi degandek nomlarni bergan. Bu zot to'g'riliq Ibn Taymiya, Imom Zahabiy bo'lsin, Jaloliddin Suyuti bo'lsin, bularning baholari bir-biridan sarxil. Ibn Kesir rahmatullohi alayh bu odamniki o'lib ketgan kunni xotirlab bundoq degan. Bizning do'stimiz Shayx Imom Alloma Shamsuddin Muhammad ibn Abdul Hadi rahmatullohi alayhi Allah o'z rahmatiga olsin. Allah jannatini ato qilsin. 3 oyda kasal bo'lib qolgan ig'ir bir sil kesli bo'lib qolgan deydi. Oxir ichi surib bo'lanmay ojizlab bu Jumadil ula ayninki 10 çarşamba kunda asrdan burun o'lib ketgan. Dadisning deb birishicha bu odamning oxirgi degan gapi ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh. Allohumma ij'alni minat tawwabin va ij'alni minal mutatahhirin degan kalimalar deb bo'lib o'lib ketgan. O'lib ketgan vaqtida davlatningki amir, vuzara, qozi, kattalar hammasi janozamizga qatnashgan deb ta'riflagan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxslardan Abu Hayyan degan kishi, Abu Hayyan al-Gharnati deymiz. İsmi Muhammad ibn Yusuf ibn Ali ibn Yusuf. Hicriye 654-yıl tug'ilib, Hicriye 745-yili, milodiya 1344-yili o'lib ketgan bu odam. Asiruddin deb laqab beramiz. Demak, bu odam shu Andalusniki G'arnata o'lkasidan, viloyatidan. Ammo shu Zohiriy mazhabniki faqihlardan. Balkim Imom Ibn Hazm Zohiriyga tutasi kerak, yoki shu mazhabni yoqlagan bo'lsa kerak. Ayni vaqtida hamda arab tilini shu G'arnatida o'rgangan Qurtubi qatorliq jutdagi mashhur ulamolarda, keyin Mag'rib, Marokash, Tunis, Iskandariya qatorliq jutlarda kezib yurib, bu odam shu diniy jihatda yetilgan. Ammo ustozi Abu Ja'far bilan Abu Hayyanning oralig'ida azroq bir surkilish bo'lib, bir adovat bo'lib, ikkisining orasida shu munosabatlar Abu Hayyan al-Ilma fi ifsad ijazat ittiba bir kitob nomli bir kitobni yozganda, bu kitob hamda shu ustoziga tegib ketgan g'ururiga, shundan darhol shu davrning G'arnatining sultoni Muhammad ibn Nasrga ustozi bu odamni chiqib borgan, mushta kitob yozibdi, bizni ayblabdi deb.
Dərhal bu yerdə əmir bu adamı cəzalay toğrusida yarlıq düşürgəndən keyin dərhal bu adam qaçıb ketgan. Şu vaqtida Tunisga o'tib yenib kelgan. Keyin Misrga yenib kelgan. Misrda nurg'un kishilar o'qigan bu odamni. Katta ulamada, masalan, Taqiyyuddin Subki, Tajiddin Subki o'g'li oldu. Bu Subki'da o'qigan. Bedriddin ibn Jamoa deymiz. İmam Sefti deymiz. Bu tarixchi shu davrdagi. Demak, Qohiradagi mush Mansuriya madrasasida Abu Hayyan al-G'arnati hadis ilmi o'rgatish uchun shu yerda nurg'un yil o'qituvchi bo'lgan. Endi biz bu yerda mush tarixiy shaxslar haqida o'qigan vaqtimizda bir narsani his qilyapmiz. Ayni vaqtida haqiqiy islom dunyosida ozodlik hurriyat bor ekanda. Falan yurtliksan, piston yurtliksan, ya turksan, ya farissan demasdan talanti bo'lsa, iqtidori bo'lsa, darhol buningga sharoit yaratilgan. Xalqmi olqishlab buni o'z o'rnidan foydalangan bu kishilar. Abu Hayyan o'zi bir ummat edi deb ta'riflangan. Chunki bu odam islomiy bilimlarni nihoyatda ko'p umum jihatdan egallagan, sharqiy tillarni nihoyatda yaxshi biladigan odam edi deydi. Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayhining ta'riflashicha, o'z davrining donglik grammatika olimi, tilshunos, tafsirshunos, muhaddis, qori, tarixchi, adib deb sifatlagan. Bu adamniki El-Bahrul Muhit nomli kitobi bor. Bu grammatika uslubini asos qilib yozgan kitob, tafsir. Bu o'z davridagi nihoyatda katta tafsirlarning biri. Bu adamning bir qiziqarli bir so'zi bor ekan. "Va la tanabazu bil alqab" degan oyatni tafsirlagan vaqtida, mush kunya bilan otanglar o'zingni. Buni yak taqtinglar kunyani ko'p kishilar orasida umumlashtiringlar, bu sunnat degan. Bo'libmi bu kunya nihoyatda bir xil anglab boqmagan bir ismlar bo'lib qolsa, kunyali bo'lsa, boshqalar yo'q bo'lgan. Bu nihoyat tez taqaydi. Xuddi meningki kunyarim Abu Hayyan, amaliyotda ismim Muhammad. Agar mening kunyarim Abu Abdullah, Abu Bakr bo'lgan bo'lsa, masalan, boshqalar bilan o'rtoqlashgan kunya bo'lsa, bunchalar bak mashhur bo'lib ketmaydi degan. Bu Abu Hayyan degan dillam bu kunyasini ayt alayda bir ko'zikchilik qilib turdi-da. Bu kishiniki qabrisi demak Misrda, Qohirada. Bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Ibnul Vardi degan buyuk ulamo. Ibnul Vardining ismi Umar ibn Muzaffar ibn Umar, kunyasi Zeynuddin Abu Hafs deymiz. Lekin bu odamni Ibnul Vardi, Gulchining bolasi degan nom bilan mashhur bo'lgan. Balkim dadasi gulchilik qilish kerak yoki gul suyda sharbat yasab sas kerak. Ayni vaqtida Shom diyorlari, Misr diyorlarida bu kasb nihoyat umumlashgan hozir qadar bor. Bu zot 691-yili tug'ilib Hijriyaning 749-yili, milodiya 1349-yilga kelganda o'lib ketgan. O'zi mashhur shoir, adib, tarixchi, ham Shofiy mazhabining buyuk faqihlardan. Shom diyorining Ma'arratun Nu'man degan yesi tug'ilgan noyisida Minbaj qatorliq yerlarda qozi bo'lib, keyin Halabda o'lib ketgan. Ibnul Vardi o'qigan diyorlari, o'sib yetilgan yurtlar bo'lsa Halab, Suriyaning hozirgi Halab. Shu yerda o'qigan tang tushlardan ishib ketgan shu mezgilda. Bu bo'ladigan ziroat ko'kidan degan gapimizga tushsa kerak bu masala. Ba'zi vaqtida shu amirdagi vakolatan hukm ishlari bilan mashg'ul bo'lib qolgan hokimiyat ishlarida. Ba'zi bu qozi bo'lgan masalan. Bu ishlarda bir oz bu odam siqilgan. Keyin bu hokimiyat ishlariga, qozilik ishlariga bu odam qo'l tiqmagan. 749-yildagi bir vaboda o'lib ketgan. Bu vabo haqida bu odamning donglik bir An-Naba fil Vaba nomli bir to'plami bor, she'rlar to'plami. Uningdan boshqa Ibnul Vardi bir tarixchi, bir coğrafiyashunos ulamo, Xaridatul Ajoyib nomli bir dunyo yer sharining xaritasini yozib chiqqan bu odam shu vaqtida.
Bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan yana Ibnul Labban degan kishi. Ibnul Labbanning asli ismi Abdullah ibn Muhammad ibn Abdurrahman al-Asbahani. Demak, tege Fars diyorlaridan bo'ladi. Bu kishi o'z davridagi din diyonatlik buyuk ulamolar qatorida Asbahanda, Bag'dodda, Makkada shu diyorlarda yurib o'qigan. Nurg'un shu davrdagi faqihlarda bu odam faqih bo'lgan. Qur'onni nihoyat yaxshi o'qiydigan, munozir nihoyat ixcham, qisqa munozirga moyir odamlar. O'zi diyonatlik, ko'p ibodatlarni qilgan, taqvo. Onun ustiga bir xil zoitlik tarafini bakrak kuchlik. Bu odam o'zining deyishicha hamda 5 yosh vaqtida Qur'onni yodlab bo'lgan deb deyilibdi, vallohu a'lam. Bu zotning nihoyat ko'p kitoblari bor. Keyingi mezgilda shu Bag'dodga kelib, Bag'dodda tarovih namozlariga bu odam imom bo'lib bergan. Endi Bag'dod ayni vaqtdagi bir islomiy markazlar. Shu vaqtlarda Asbahandan kelib shu yerda imom bo'lib, tarovih namoz o'qib qilgan vaqtida xili ko'zi ko'ringan ulamo deyish bo'ladi. Ayni vaqtlarda bak talant yuqori bo'lsa tas, hozir maosh berib imom qo'ygan bilan u vaqtida bu talantini, ilmini nurg'un tarafdan xalqning e'tirofiga erishish kerak. Hozir hokimiyat saylagan bilan bekitib qo'ygan bilan imomni u vaqtida ulamolar bekitdi, xalq bekitdi. Bu zatni undaqda Shafiy mazhabininki buyuk faqihlardan deymiz. 746-yili yana Asbahanda o'lib ketgan bu kishi. Bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxs Ibn Adlan degan kishi, Ali ibn Adlan deymiz. Ali ibn Adlan boshda o'tibdi. Mao ibn Adlan, Muhammad ibn Ahmad ibn Osman ibn Ibrahim ibn Adlan ekan. Bu kishi Misrdagi Shafiy mazhabining buyuk odamlardan da, faqihlardan. Shunlashqa İmam Muzani rahmetullohi alayhiniki bir Muxtasar nomli kitobni sharhlagan bu odam. Shunga Sharh Muxtasar Muzani nomli bu odamning kitobi bor. Shafiy mazhabida yana bir kitob yozgan. Bu kitoblarni lekin to'liqlab bo'lmagan, o'lib ketgan. Chunki bu odam vabo bilan o'lib ketgan. Yamanga bir qozi bo'lib avatilgan bo'lsa kerak ayni vaqtida. Muhammad ibn Qalavunning davrida o'lib ketgan. Ya'ni 749-yilda o'lib ketganligi xotirlangan. Onundan başqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan İmam Zahabi rahmetullohi alayh. Şamsuddin Zahabi deymiz. Hijriya 673-yilda tug'ilib, Hijriya 748-yili, milodiya 1348-yili o'lib ketgan. O'zi dongli muhaddis, hofizlardan. Bu odam eng katta mashhur buyuk muhaqqiq ulamolardan. Nimishqa degan vaqtida bu odam buyuk tarixchi. Burunqi tarixchilarniki bütün əsərlərini toplab, şunun ən canlıq, ən güclük, ən rast tərəflərini yezib çıxan, toplab çıxan. Demək, hədis ülümalar içində tarix meydanında, tarix ilmida ən közü görünən bir gavdilik şəxs deyişki buludu. Bu adamın hazırki kitabları məsələn şuna dalalet qılıdı. Andın tarihi fikrine ait çoğunqur bu adamniki. Demeşik, Mısır, Bölübük, İskenderiye, Qatarlıq yurtlarda yaşayan. Hanbali mezhepki bekrek mayil. Şunlaşqa İmam İbn Teymiyani nait köp maqtagan. Bu adamның hadis ilmidan ait nurg'un kitobları var. Qiraat ilmidan ait yaxshi. Tarihi kitobları 200 kitap var. Tarihi kitaplar. İmam Zahabi'ninki ailevi kelib chiqishi bu odamninki Türklerden. Bular hem de Demişik'te tug'ilgan, shu yerda yashagan bir oilalardan hamda. Cho'ng dadasining ismi Qoymaz deymiz. Bu nimishqa bu odamni Zahabi deymiz, 6-chi degan bo'ladi. Bu odamninki oilasi, ota-bobolari shu zagalik bilan shug'ullangan ekan, oltin ishlar bilan-da. Shunlashqa bu odamni Zahabi deymiz. Bu adamniki bir hammisi dağınıq muhaddisken-de, hammisinin erimin ait katta muhaddisken öz vaqtida. Şunlaşqa bu ailevi jihatdan muşularning ta'siriga uchraganmi?
kichkidillam shu Qur'on halqalarida, tahfizlarda o'qib, bu yerda yetishib chiqib, qiroat ilmida yetilib, masalanchi. Undan boshqa hadis ilmlarida o'qib, oxiri shu dаңliq bir ulamo bo'lib yetilgan. Demak, bir ulamo bo'lish uchun bir oilaviy qo'llash, oilaviy muhit nihoyat muhim. İmam Zahabi keyingi mezgilda Sham diyaridan boshqa Damashqdan boshqa nurg'un yurtlarga borgan, Iskandariya, Bo'libok, Baytul Maqdis qatorliq yerda. Hatta Makka, Madina haj safirlarda shu yerda nihoyat nurg'un kishilarda o'qigan, Madina, Makkaning shayxlarida o'qigan. İbn Taymiya, Jamoliddin Muzzi masalan, bular bu odamniki buyuk yana ustozlardan uning ustiga. İmam Zahabi rahmetullahi aleyhinki hem de tarihi, tercümali bu adamın artıqçılıqları nəhayət zor. Bu adamın artıqçılığını biliş için kitaplara müracaat qilsak yaxşı. Bu adamın en büyük kitaplardan mesela Tarihul İslam namlı kitabı, El-İbar fi Habr men Abar, Ma'rifatul Qurra, Tehzibul Kemal, mesela özünki Ustazi Jamoliddin Muzzi'nin kitabı yazgan kitap. Mizanul İ'tidal, mesela Mu'camul Şuyukh, Siyer A'lamun Nubala mesela. Mana bu kitapları bu adamniki qanchalik bir ulamo ekanligiga dalolat. Bo'lapmi shu Tarixul İslam kitabı bilan Siyer A'lamun Nubala degan kitobi alohida bir gavdlik bu adamning. Bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxslardan Ibn Fazlullah degan kishi. İsmi Shihabuddin Ahmad ibn Fazlullah al-Umari deymiz. Demiş ki Umari deganda Ömer ibn Xattab oilasidan, Ömer ibn Xattab jamoatidan bo'lg'achqa bu odamni shu Umari deymiz. Bu odam Hijriya 8-asrdagi Damashqning mashhur tarixchisi, katta adiblardan bo'ladi. Hijriya 700-yillar atrofida Damashqda tug'ilgan. Damashqda shu yeziqchilikni boshqa dastlabki shu o'qish asosini Damashqda o'rgangan. Keyin Qohiraga borgan. Qohirada masalan bu odam Divanul İnsha. Divanul İnsha deganimiz shu putukchilik, yeziqchilik uyushmasi yoki ministerligi degandek bir gap. Mushada Muhammad ibn Qalavunning davrida shu ministerlikda nihoyat ko'p xizmatlarni qilgan. Nurg'un tadqiqotlarni olib borgan. Bu odamning shu kitoblari asosan siyosiy, jo'grafiyalik kitoblar bakrak, tarixiy kitoblar bakrak bu odamniki shu ilm maydoni bo'lganda astronomiya o'qigan, Sham, Hijoz, Anadol bu tuproqlarda nurg'un yil yashagan bu odam. Mesela Mesalikul Absar fi Mamalikul Amsar degan kitobi shu siyosiy jo'grafiyani asos qilib yozilgan bir tarixiy kitob. Fawaizus Samar fi Fazail Aile Umar. Yani o'ziniki jamiyatiga qarta yozilgan bir kitobi bor bu odamning. Bu kishi yana shu Ibn Taymiyaniki shogirdlaridan bo'ladi, yosh o'lib ketgan. 47 yoshda vabo kasalida o'lib ketgan. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan yana Ibn Qayyim Javziyya degan kishi. Bu kishining ismi Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub deymiz. Shamsuddin ibn Qayyim Javziyya nomi bilan mashhur. Hijriya 691-yil tug'ilib, Hijriya 751-yil, milodiya 1350-yil o'lib ketgan. Ibn Qayyim yoki Ibn Qayyim Javzi nomi bilan. Nimishqa deganda dadisi shu vaqtida bir Damashqdagi bir dаңliq madrasasiniki ishlarini qiladi ekanda, shu boshqurg'ich hamda Al-Qayyim degan shu maktab mas'uli degan bo'ladi. Mas'ulning bolasi degan bo'ladi-da, shu nom bilan mashhur bo'lib qolgan. O'zi dаңliq muhaddis, mufassir, bir mujtahid ulamolarniki biri. Hamda Hanbali mazhabidagi buyuk mujtahid deyishki bo'ladi. Bu odam hamda shu asosan bu Hanbali fikri qachon barliq kelgan desak, balkim Ibn Taymiyada o'qigan, Ibn Taymiya bilan munosabat o'rnatgandan keyin Ibn Taymiyaning keyinda yurgandan keyin ta'siri uchragan bo'lishi mumkin. Shunlashqa shu Ibn Taymiyaning ta'siri bu odamda nihoyat ajoyib gavdlik ko'ringan bu odamda. Shunlashqa Ibn Qayyim ustozi Ibn Taymiya bilan necha qatim turmaga biriga so'langan.
Bularning hamda turmaga so'lashning sababi nima desa, qabristonlikqa ziyorat qilish uchun atoyin safar qilishga bo'lmaydi degan qarashni bular ayni vaqtida inkor qilgan. Chunki u Damashqmi, Sham diyorlarimi bir sopizmning bir uvisi, hozir qadar shundaqo. Bu shu vaqtdagi hamda sopizm turdagi bu o'limalar bularni amriga chiqib turmaga so'ltib, bu nurg'un qitim bular tayoq yegan, eshakka mindirib sazoy qilingan ayni vaqtlarda bular. Hijriya 751 yil 60 yosh atrofida bu odam o'lib ketgan. Qabrisi hozir Damashqda bu kishiniki. Bu odamniki endi o'sib yetilish jarayonida o'ziniki kamtar shaxsiyati masalan, bir odamniki hasad qilmaydigan, g'ayvatin qilmaydigan, bu jihatdan gavdlik ko'ringan bu odam. Ya'ni o'zining ishiga bakrak, ilmiy ishlarga bak ahamiyat bergan deyish bo'ldi. Undan boshqa hayotida kitobni bak yaxshi ko'radigan odam ekan. Shunlashqa shu kitob bilan bo'lsa yig'ib, ilib, nurg'un kitob to'plagan deydi. Shunlashqa Ibn Qayyim Javziy o'lib ketgandan keyin bolalari uzun yil mush odamning saqlagan kitoblarini setib, uzun yil manfaatlangan, foydalangan deb xotirlangan. Ibn Qayyim Javziyningki hayot to'g'riliq gap qilsak, biz uzun gap qilib ketamiz. Chunki bu odamning hayoti zo'r, bir foydali, manfaatli bir hayot. Bu odamning shu yozgan hozir qadar masalan biz islom dunyosida saqlanayotgan kitoblarning o'zilam bu odamningki qanchalik bir odam ekanligiga, bir qimmatiga ul bo'la oladi. Masalan, Kitabur Ruh deymiz, Zadul Ma'ad deymiz, Ilamul Muvaqqi'in deymiz, Ighasatul Lahfan deymiz. Bu kitoblarning hammasi hozir bor. Tibbun Nabaviy masalan. Tuhfatul Mevlud, Mevdud bi Ahkamil Mevlud, İddetus Sabirin, Turuqul Hukmiyye mesela, Fawaid, Keşful Gıta, en mühimi Medaricus Salikin, Adil Ervah. Bu kitaplar yamanca Hidayetul Hayari, El-Vabilus Seyyib, Ravzetul Muhibbin. Bu kitapların köpleri hazır ba. Her qandaq bir ehli ilim, her qandaq bir talibul ilim İbn Qayyim Javziyning kitoblarini cho'qim yig'ib saqlash kerak. Bu aqlni, naqlni, andin ruhiyatni jug'ilgan bu odamning kitoblari asosi. İbn Taymiye bilan hamda İbn Qayyim Javziy 7-8 asrlardagi dаңliq mujaddid deb qaraladi ulamolning nazarida. Bularning hamda islom dunyosida bu davr bo'lgich o'zining ijtihodlari, fikri, ko'z qarashlari mavjud ulamolar. Qolgan tafsilotni bularning kitoblariga murojaat qilganimiz nihoyat muvofiq. Uningdan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Faxruddin Misri, Shamniki dаңliq bir ulamosi, Shafiy mazhabining buyuklaridan deyilgan. Ammo bu kishiningki tafsilotini toza bilmadim. Balki 739-yilda o'lib ketgan Qozil Quzzat Faxriddin Osman ibn Zeyn deydigan Halabniki bir faqisi o'tgan. Balkim shu kishi bo'lishi mumkin, vallohu a'lam. Bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxslardan yana Tajiddin Marokashi degan kishi. Bu odam Hijriya 700-yildan keyin tug'ilgan, Qoyirada o'sib yetilib, Qoyirada o'qigan ayni vaqtida. Shayx Aloyiddin Konaviyda o'qigan. Shu ayni davrdagi Misrning dаңliq Qozil Quzzat hamda grammatika ilmida, fiqh ilmida ko'rinarli natija yaratgan. Bu ilmdan zerikmaydigan, faqat zerikmaydigan odam ekanda. Keyingi mezgilda shu Damashqqa kirib, Damashqlarda dars o'qigan. Masalan, Jamoliddin Mizziyda o'qigan ayni vaqtida. Keyingi mezgilda yana bu o'qitishni tashlab Darul Hadis al-Ashrafiyya deymiz. Shu yerga qaytilib, shu maktabga kirib, o'quvchilar bilan birga yana dars o'qigan. Ma nuqta bir xil qiziqda uzun mezgil dars o'gitib, bir ustoz deb atalgan bir davlatning buyuk shayxi keyin o'qitishni tashlab, o'quvchilar safiga qaytilgan. Bu nimadan derak bir degan vaqtida ilmning huzurini surgan.
Yani birisi bu adamның nəhayət kəmtərliki. Əmdi mən uzun yıl əmdi okuttum. Mən əmdi okuç bolsam qanda boladı? Yoq, unda emas. Nəhayət ilimdi kəmtərlik. Bu ilimdə ən mühim nəsə ilimdi kəmtər buluş, ilimdi səmimi buluş. Bək mühim nokta bu. Adır məsələn Məscid-i Nəbəviyə, yoki Haram məscidinki məhətlər var da, külliyeler var. Bu yerde yaş ölçem kılınmaydı. 15 yaştan tartib 80 yaşqacha adam o'qiy oladi. Ne appak sakallık şeyhlarni, çoğun adamlar görmüş. Bular pensiyaga chiqib bo'lgan, uzun yıl mesela xizmat qilgan va yoki uzun yıl boshqa ilmlarni o'qib, oxirida yana o'qiyman deb ilmga qonmagan, chanqigan ulamalar yoki kishilar. Hozir qadar Masjid-i Nabaviyda ko'ramiz o'qiyotgan kishilarni. Bu ilimde nəhayət kəmtərlik bulamı, ilmi cəhətdə kəmtər buluş nəhayət təs. Bu adam tuyuqsuz 752 yıl ölüp ketken, yani yaşlanma ölüp ketkenlikə xatırlangan. Bu dəvrdə ölüp ketken məşhur şəxslər nəhayət zor. Asasən bugün müşünçilik toxtulumuz. Və sallallahu ala nəbiyyina Muhammed və ala alihi və sahbihi ecmaîn.